Milliy sertifikat hamda attestatsiya imtihonida shu tipdagi savollar ham tushadi. E'tibor bering. Qaysi javobda so'z qo'llash bo'yicha uslubiy xatolik mavjud emas? So'z qo'llanishi bo'yicha uslubiy xatolik 3 ta javobda mavjud. Bir javobda so'z qo'llash bo'yicha uslubiy xatolik mavjud emas. O'shani topamiz. A javobda qarang. Nufuzli degan so'zga qarang. Nufuz degan so'z bu aholi degani. Nufuzli bo'lsa, S bilan yozilsa, aholisi mavjud degan. Bu yerda mazmunda unaqa emas. O'z davrining nufuzli Z bilan yozilgan nufuz kerak bizga. Nufuzli, obro'li olimi bo'ladi. Demak, bu yerda nufuzli emas, nufuzli bo'lishi kerak, xato. B javobda naqd degan so'zning o'rnida naq bo'lishi kerak edi. Yuklama qo'llash kerak. Bu falokat olimga naq 3,5 million markaga tushadi. Naqd emas, naq. Naqd bo'lsa nasiyaning teskarisi antonimi naqd bo'ladi. Naqd va nasiya. Bu yerda unday mazmunda kelmayapti. Naqd bo'lishi kerak. C javobda ham degan yuklama. Uning ilk ilmiy maqolalari, so'nggi kitob va qo'lyozma esdaliklari ham kuyib ketgan edi. Bu yerda ham o'z ma'nosida kelgan. Ya'ni qattiq bilan yozilgan ham bo'lsa egik bo'ladi. O'sha paronimi qo'llanmagan. Bu to'g'ri. D javobda yuqoridagi asar o'zingizni tutib olishingiz uchun ruh beradi. Yumshoq H bilan yozilgan ruh beradi bo'ladi. Motivatsiya beradi, ruh beradi. Qattiq bilan yozilgani xato qo'llanyapti. Bu qanday mazmundagi ruh, kimyoviy element bo'lib qolyapti. Demak, bizga xatolik kuzatilmagan bo'lishi kerak. C javobda to'g'ri qo'llangan. Xo'sh. Bizning darslarimizdan kerakli bilimdan bahramand bo'lish uchun Telegram va Instagram sahifalarimizga obuna bo'ling.